O'rtoqlar bir oyda 10 millionga Xiaomi televizorlarini sotib, o'ziga mana bitta Jaguar mashinasini ham olgan Sherib Bay aka Qoraqalpog'istondan Mamayev School o'quvchisi o'rtoqlar, To'rtko'l shahridan ha. Qoraqalpog'istonliklar bo'lsa albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Men Sherib Bay akaga savol bermoqchiman. Sababi Sherib Bay aka Xitoy bilan ishlamaydi, faqat shu Rossiyadagi optim bozorlar bilan ishlaydi. Aka, shu bozorlarning minus va plus taraflarini menga aytib bersangiz. Bozor bilan ishlayotgan minus va plus taraflarini aytib o'taman. Bu minus taraflari tovarning bo'lmay qoluvi, tovar azayganda bozorda bahoning ko'tarilib ketuvi, keyin klientlarga sotib bo'lmaydi uni. Ya'ni nestabilность, ya'ni kimdandir зависит bo'lasan. Plus taraflari u oz pul bilan boshlab ketsa bo'ladi. Tezroq kirsa bo'ladi, ketsa bo'ladi. Sherib Bay aka, men tushunishim bo'yicha siz shu 10 milliondan kechdingiz, hozir televizor sotishni to'xtatdingiz. Bozorda shunaqa muammolar bo'layotganligi uchun. Hozir nima sotyapsiz? Shvabra. Shvabra sotyapsiz. Valbresda. Necha pul оборот qildingiz? Оборот 900 ming. Mana o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Bu bir oyda bo'ldimi? Bir oyda va. Da, bir oyda 9 ming rubl, lekin buni ham bozordan olib sotyapsiz. Men bozordan test qildim. Shvabra значит bu testdan o'tdi, o'zini yaxshi ko'rsatdi, rezultat 900 ming rubl bir oyda. Endi o'zim brendim qilmoqchiman. Xitoy orqali. Endi bundan buyon faqat Xitoy bilan ishlaysiz. Xudo xolasa. O'rtoqlar, bu videoni saqlanib qo'yinglar. Xudo xolasa Sherib Bay aka o'zini brendini qilmoqchi, Shvabra brendini. Xudo xolasa tayyor bo'lsa ko'rsatamiz, a? Sovg'aga ham beramizmi? Nasib bo'lsa, обязательно. Da, Qoraqalpog'istonliklar gazini bosinglar. Yana bir narsa, ertaga 9-noyabr soat 19:00 da Moskva vaqti bilan ochiq dars qilyapmiz. Shu Xitoy bilan ishlash bo'yicha, brend qilish bo'yicha kelasizmi aka, chaqirsam? Bo'ldi. Podrobni tushuntirib berasiz. Обязательно. Zo'r.